Ijtimoiy tarmoqlarda ota-onalardan eng ko'p beriladigan savol bu bolaning yuragidagi tug'ma nuqson, xalq tilida teshik o'z-o'zidan yopilib ketadimi yoki operatsiya qilish kerakmi degan savol berishadi. Agarda sizning bolangizga ekokardiografiya tekshiruvidan keyin bolaning yuragida tug'ma yurak nuqsoni borligi aytilsa, darrov xavotirga tushmang. Sizga maslahatim, bolangizni aynan kardioxirurgiyaga ixtisoslashgan klinikaga olib kelib to'liq tekshiruvdan o'tkazish lozim. Tekshiruvlardan keyin bolangizga to'liq tashxis qo'yiladi va qaysi davo chorasi qo'llanishi haqida maslahat beriladi. Bolaning hayotiga xavf solmaydigan og'ir bo'lmagan paroklar ma'lum bir vaqt ichida kuzatuvda, nazoratda bo'lishi kerak. Tekshiruvlardan keyin bolangizga to'liq tashxis qo'yiladi va qaysi davo chorasi qo'llanishi yoki kuzatuv ostida bo'lishi kerakligi haqida maslahat beriladi. Hozirgi vaqtda bolalar kardioxirurgiyasining jadallik bilan rivojlanishi, ko'pchilik paroklarning yopiq turda, ya'ni tomirlar orqali endovaskulyar yo'l bilan yopilishi bu bolajonlarimizning sog'lig'ini tiklashda yordam beradi. Agarda sizga mutaxassis maslahati kerak bo'lsa, pastda ko'rsatgan telefon raqami orqali menga murojaat qilishingiz mumkin.